8-martga nima sovg'a qilishni bilmasanglar, по-братски shpartalda ko'rsataman. Chunki bu sovg'alarni 99% qizlar xohlaydi. Sol de Janeiro. Bu nabordagi hidlar har bir qizning ko'nglidan joy olgan. Va mana bunaqa chiroyli travel sumочкада розовая линейкasi. Victoria's Secret'dan очередной shedevr. Bu yerda целая lineykasini barcha produktlari. Har bitta makiyajimni ko'rsatayotgan videolarimda men baza pod makiyajni aynan Lancome brendidagi bazadan boshlayman. Sizlarga точно ko'rsatishim kerak. Puliga arziydigan lyuks paletka. Lishning gap kerak emas. Patrick Ta mahsulotlari, paletka va balzam для gub. Bu rumyanida kremovая tekstura bor va suxaya tekstura bor. Aksessuar eng topoviy produktlarni bitta chiroyli naborga yig'ib qo'yishgan. Toner, krem вокруг глаз, serum siviritka va kushona. Aniq bilaman, ko'p qizlarning wishlistida bor va narxi ham hamyonbop. Bu sovg'ani esa unchalik ham hamyonbop deb bo'lmaydi, lekin arziydigan inson bo'lsa, why not? Blackpinkdan Biasa mana shu brendning ambassadori. Целая уходовая lineyka koreyska kosmetikalarning ichida lyuks hisoblanadi. Girls. Qo'limda hozir roz va sultan de sabah. Hidi prям atirgulli. Bunisi esa scrub. Bunisi kichikroq nabor bo'lsa ham ichida shedevr. Yaqinda shu Yves Saint Laurent rumyanasini Hailey Bieber o'zini Instagramiga joylagan edi va hamma joyda sold out bo'ldi. Ichida yana bleski ham bor. Rangiga kelsak, idealniy. Prinsessalarning produksiyasini vibe'ini beradigan Gissu brendi. Masla для волос, lip oil, tarvuzni va asalni hidi keladi. Sochlar uchun duhi. Men eng sevgan brendlardan Tom Ford. Portlos Cherry o'tkir hid bo'lib, faqatgina havo sovuqligida zo'r ochiladi. Paletkasi ham bor. Mana shunaqa dark ottенкlarda. Прям shunaqa благородный rang. Bu nabor hamma qizlarning wishlistida borligini sizlar уже bilasizlarmi yo bir aytib o'tib ketaymi? Chunki bu Charlotte Tilbury. Bu must have. Profilimda shu nabor bilan makiyaj qilganman, o'tib обязательно ko'ringlar. Charlotte Tilburyning полноценный nabor ozgina qimmatli qilayotgan bo'lsa, mana mini naborchika. Ichida highlighter, blesk для gub va kontur bor. Eng populyarniy paletkalar bor Hourglass, boshqa nabori. Bu yerda целая kosmetichka Hourglass, ichida lab uchun lip trio. Shunaqa rashkchi odamman aromatligi kelganda, qo'limdagi Gucci Flora eng sevimli aromatlarimdan biri. Bahorni sevadigan qizlarga ham bu hid juda yoqadi. Bu losyonlar Victoria's Secret'dan arzonroq, lekin stoykasti bo'yicha yaxshiroq. Shunday korobkani ochganim bilan hidi уже butun xonaga tarqaldi. Losyonlardan tashqari aroma svechka bor. Estee Lauder raspakowkasini qilgan edim, esingizda bo'lsa. Kosmetichkasini yana bir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu sovg'alarni nafaqat 8-mart, balki tug'ilgan kun, boshqa bayramlar yoki oddiy kunlarda ham sovg'a qilsangiz, ishonaveringlar, bunaqa sovg'alarni olgan onalarimiz, buvilarimiz, singillarimiz, opalarimiz, ayolingiz yoki sevgan insoningiz hamma xursand bo'ladi. Hamma sovg'alarni yaxshi narxlarda originalni Toshkent parfyum magazinlaridan topishingiz mumkin. Samarqandlik bo'lsangiz, Samarqand parfyumdan ham topishingiz mumkin. Qanchalik ayol qizlar baxtli bo'lsa, shunchalik atrof gullaydi va yashnaydi. Bejizga inglizlar aytmaydi. Happy wife, happy life.